Bu videoda Word'ninki eng ko'p uchraydigan buyruqlarini tanishib o'tamiz. Odatda biz ishlatayotgan sistemalarning o'xshamasligiga asosan, masalan, Windows ishlatayotganlarninki yoki Mac ishlatayotganlarninki buyruqlari o'xshamaydi. Tiz buyruqlari o'xshamaydi. Chunki knop taqsimi o'xshamaydi. Qarab baqsanglar bo'ldi. Unda başladık. Odatda shu 10 biz davomli ishlatadigan buyruq knoplar bor, shuni o'rganib olsak, bizning nurg'un vaqt tejaydi va qulayliklarni olib keldi. Masalan, men hozir Mac ishlatyapman. Windows ishlatayotganlar shu degan knopka bo'yicha qilsanglar bo'ldi. Birinchi bo'lib, odatda masalan, bu bir yangi bir hujjat shunaqa, biz bir narsani yozayotgan bo'lsak, tamomladik deylik. Tamomlab bo'lgandan keyin biz yangidan bir Word hujjat ochmoqchi. U vaqt qanday qilamiz? Odatda shu faylga chiqib, masalan, sol tarafdagi fayl yoki new document desak, undan keyin yangi bir Word hujjat ochildi. Unda qilgandan, masalan, birinchisi shu yangidan bir Word hujjat ochish. Windows ishlatayotganlar Control N ni bossanglar, Control N ni bir vaqtlam N degan knopkani. Yoki Mac ishlatayotganlar ma belgi nima? Command degan knopkani taqsang, command belgisi. Command bilan N ni bossak, qana yangi hujjat ochildi. Biz masalan YouTube'lam uni file, uni besib yurgandan o'rniga command bilan N ni bossaqlam, mana yangi hujjat ochildi degan gap. Hamda shu yangi ochgan hujjatni taqash uchun hozir masalan ma yangi hujjatni ochdimku, masalan ma O7 deb turibdi. Asldagi hujjat 10 ta. Shu birlam shu hujjatni taqash uchun qanday qilamiz desak, Control W yoki o command belgisi Mac ishlatayotganlar. Command W ni bossaq, shuni ichib turib, Command W taqaldi degan gap asl ochqanga keldi degan gap. Ya'ni tiz bundan nurg'un vaqt tuta olamiz. Birdan qo'limizga ko'paytirish belgisini besib qo'ygandan Command W ni bossaqlam o'chib maqdi. Agar Windows ishlatayotganlar uchun Control W deb. Undan boshqa, masalan, Control O degani yoki Command O degani qanday desanglar, burun ichilib bo'lgan hujjatlarni sizlarga ko'rsatib berdi. Masalan, yana bu degan gap, boshqa bir hujjatni ustal yuziga ma'lum bir yerga saqlab qo'ydinglar, masalan, desktop ustal yuziga saqlagan bo'lsanglar, uningdan bir Word hujjatni ochmoqchi bo'lsanglar, Control O ni bossanglar, shuni saqlagan yoki siz ochmoqchi bo'lganini ko'rsatib berdi. Undan boshqa biz masalan ma'lum bir mazmunni yozdik. Yozgandan keyin avtomatik auto save ni ichvasak ham bo'ldi yoki biz o'zimiz saqlab maqmoqchi bo'lsak, Control S yoki Command S. Agar Windows ishlatayotgan bo'lsak, Control S ni, Mac ishlatayotgan bo'lsak-chi, Command S ni bossak saqlaydi. Masalan, men hozir Command S ni bossay, nega saqlaysiz deb chiqadi. Keyingisi, biz masalan bir Word hujjatni shuna alam ochdik, uni biz printerni topib, nereden print qildiganda deb izlab ketamiz ba'zi vaqtda. Intayin oddiy. Control P degan print degan birinchi harfi yoki Command P ni bossaqlam print qilgan betni ichib turdi. Masalan, Command P. Mana o'zimiz printerni tanishib, qanda bir nima, ikki nima, qanchinchi betdan qanchinchi betgacha degandek PDF shaklda ichib turdi degan gap. Agar Windows ishlatayotgan bo'lsak-chi, Control P. Mac'da Command P. Undan boshqa mush besib chiqarishni oldin ko'rish deyiladi. Overview. Men Mac'da ishkilisi o'qmoqchish. Command P. Endi mana overview ni ochmoqchi bo'lsak, Windows ishlatayotganlar Control F2 ni ochamiz. Ya'ni qanday chiqardi desak, mana shu. Overview. Masalan, quick preview is turned off deydi-ku. Biz mana bossak qanda mana, shuni besib chiqardi ekan deb ko'rib nima qila olamiz degan gap. Cancel. Hamda biz butun shu Word
programmasını həmmini taqib etməkçi. Yəni bəlkə 3-4 word mi çıxılıq. Word'ның həmmisini bir vaxt taqib etməkçi olsa qanday qılmaz? Control nima? Alt F4'ni basımız. Windows işlətib atqanlar. Alt F4'ni basanlar oldu. Mac işlətib atqanlar Command Q'ni basanlar oldu. Q degeni qana quit. Windows işlətib atqanlar Alt F4, yəni F4 deməkçi. Məsələn, Command Q'ni basaqlam qanda mana saqlab olamsız dedi. Don't save'ni besib qo'ysanglar, bütün Word o'chidi degan gap. Ondan başqa LinkedIn almashtirish. LinkedIn almashtirish deganim, masalan, usti bor, meniki ribbon deməkçi. Ribbon, masalan, mani bassaq, ondan keyin home yoki insert stonelar ko'rindi. Shuni biz yoshirib, ichib, shuni qanday qilamiz deganda, LinkedIn almashtirish degan shu. Windows ishlatayotganlar Control F1 ni bassaq bo'ldi. Agar Mac ishlatayotganlar Option Command R ni bassaq bo'ldi. Option Command R. Mana ribbon ichildi, ya'ni linta deb aqanim. Yipildik. Option Command R. Biraqlam basimiz. Agar Windows ishlatayotgan bo'lsaqchi, Control F1 ni bassaq bo'ldi. Tiz mana keyin buni mashq qilib yurib, tiz ishlatadigan bo'lib ketsizlar. Word programmasini taqashni so'zlab oldim. Alt F4 ni yoki Command Q'ni bassaq bo'ldi. Andan keyin Word'ninki konkret ko'zligini taqash degan gap, mushu biz ishlatayotgan, masalan, bir ichilgan bu shuning ustidagi hujjat taqanga o'xshab ketadi. Buni Windows ishlatayotganlar Control F4 bilan taqaymiz. Mac ishlatayotganlar Command F4 bilan. Masalan, Command F4. Ondan başqa Control Z, Control Y, Control C ni. Uni shunaqasi qisqalan bir so'zlab o'tay. Odatda Windows ishlatayotganlar Control bilan, Mac ishlatayotganlar Command belgi bilan. Command degan shu bo'shliqning inda. Masalan, buning ko'p uchraydigini biz ma'lum bir xatni qanday qilamiz? Mush xatni tanlab, masalan, bir xatni yozgan bo'lsak, mazmunlarni, hamma mazmunni tanlamoqchi bo'lsaqchi, bundoq qilib, masalan, eng ostida bundoq serib ekandan Windows ishlatayotganlar Control A ni bassanglar bir vaqtda. Control A. Mac ishlatayotganlar Command A ni biraqlam bassaq hammasini tanlaydi. Hamda biz o'ng tarafni besib copy ma'ni basgandan Windows ishlatayotganlar qanda mayaga uni kirgizmagan. Qisqartirilmasa Control C bo'lsa copy qildim, ma'ni ko'paytirdi. Mac ishlatayotganlar Command C. Mana hozir men o'ng tarafni chekib copy ni basgandan Windows ishlatayotganlar Windows ishlatayotganlar Control C ni basamiz. Mac ishlatayotganlar Command C ni basamiz. Copy oldi degan gap. Hozir men copy qildim. Andan keyin buni choplamoqchi bo'lsam qanda Control P. Paste degan gap inglizcha. Nima? Control P debdimi? Control V. Copy olgandan keyin men buni Control V ni bassaq, shu ko'chagan, ya'ni copy qilgan narsani choplaydi. Control V ni besiversak, choplaverdi. Mac ishlatayotganlar Command V ni basamiz. Hamda shuni yozgan narsani keyin yandurmoqchi bo'lsaqchi,
Ctrl Z. Windows işletatqanlar Ctrl Z'ni basıdı. Mac işletatqanlar Command Z. Command Z'ni bassaqanda hərəkət hər bir qilgan narsa keyniganudur. Ondan keyin biz eng axırqısı qanda beka qilib o'tish. Masalan, bir ma'lum bir harakatni, bir amalni qilgan bo'lsak, uni masalan save yoki saqlash degandek. Masalan, Ctrl S ni bassam qanda save. Men buni beka qilib o'tmoqchida, saqlig'im yo'q. Bu harakatni beka qilib o'tmoqchi bo'lsam, men konopka taxtasining eng ustidagi sol taraf, eng ustidagi escape ESC. Ashni bassaq beka bo'ladi harakat. Bular ko'p ishlatadigan buyruqlari Word'ninki.